Man Ibragimova Gulnor Rustamni Respublika ixtisoslashtirilgan ilmiy amaliy tekshirish dermatovenerologiya va kosmetologiya markazida 30 yillik stajiga ega bo'lgan bolalar dermatovenerologi shifokori lavozimida ishlayman. Markazimizga teridagi turli xil kasalliklar bilan farzandlarini ota-onalar ko'rsatishga olib kelishadi. Ularda atopik dermatit, psoriaz, ekzema, vitiligo va boshqa pelyonочный dermatit va shunga o'xshagan kasalliklar bilan ko'p murojaatlar bo'ladi. Biz shu kasalliklar bo'yicha mutaxassismiz. Shularni davolash bilan shug'ullanamiz. 30 yillik tajribam davomida shunday kasalliklar bilan kasallangan bolajonlarimizni zamonaviy usullar bilan davolab kelmoqdamiz. Agar sizni farzandingizni atopik dermatit, chesotka, psoriaz, ekzema, vitiligo kabi kasalliklar bezovta qilayotgan bo'lsa, bizning markazimizga murojaat qilsangiz bo'ladi.